Assalomu alaykum. PM News YouTube kanalida bugundan futbolchilar haqida ham hikoyalarni joylab boramiz. Mazkur rukunni Barselona futbolchisi Rafinha hayoti bilan boshlaymiz. Bugungi videoda braziliyalik futbolchining qashshoq oiladan oltin to'p uchun da'vogarlar qatorigacha bo'lgan yo'liga nazar solamiz. Mazkur videoda biz shunchaki futbolchi haqida emas, balki matonatli inson va sportchi haqida gaplashamiz. Rafinha hozirgi darajaga yetib kelishi uchun juda katta yo'lni bosib o'tgan. Porto Alegre 90-yillar o'rtalarida tez suratda rivojlanayotgan shahar edi. Bu davrda Braziliya iqtisodiy o'sishni boshdan kechirayotgandi. Zavodlar, yo'llar, yangi mahallalar qurilayotgan paytlar. Bu yerda janubiy mintaqaning yuragida Braziliya futbolining yirik jamoalaridan biri Gremio hukmronlik qilayotgandi va bu jamoa butun qit'ani zabt etayotgan davrlar edi. Aynan mazkur jamoa bu shaharda tug'ilgan Rafael Diaz Belloli uchun futbolchi bo'lish orzusi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu iste'dodli bolakay uchun imkonsizdek tuyulmaydi. Ammo kichik Rafinha shaharning xavfsiz mahallasida tug'ilmagandi. U bolalar bemalol maktabga borib, yaxshi akademiyalarda mashg'ulot o'tay oladigan joylardan emasdi. Ko'plab mashhur futbolchilar singari uning uyi ham favela, shaharning eng kambag'al va xavfli hududlaridan birida joylashgandi. Porto Alegredagi tumanning futbol shkohi bilan hech qanday aloqasi yo'q edi. Bu yerda ko'chalar xavfga to'la edi. Narkotik savdosi avj olgan, jinoiy guruhlar hukmronlik qiladigan va politsiya bu hududga kira olmaydigan davr. Bolalar esa kichik yoshdan jinoyatchilar tarkibiga qo'shilishga majbur bo'lib qolishardi. Bir kuni Rafinhaning bolalar jamoasi kiyim almashtirish xonasiga qurollangan odamlar bostirib kirishadi va tahdid qilib, ularga o'yinni yutqazishni buyurishadi. Bu tasavvur qilishingiz uchun bolalar o'yinida sodir bo'lgan holat. Aslida Rafinhaning bolaligi bu doimiy kurash edi. Ovqat uchun, kiyim uchun, ko'chaga bemalol chiqish va muammolarga duch kelmaslik uchun. Uning oilasi yetarlicha daromadga ega emasdi. Otasi mahallada hurmat qilinadigan inson bo'lib, mahalliy joylarda samba chalardi. Ammo bu yetarli emasdi. Shunga qaramay, ota-onasi doimo uni qo'llab-quvvatlab, unga g'amxo'rlik qilishardi. Rafinha futbol o'zini va oilasini bu tumandan qutqaruvchi yagona yo'l deb bilardi. U minglab muxlislar tribunada uning ismini baqirib kuylashlarini orzu qilardi. O'z dunyosi bilan futbol yulduzlari dunyosi o'rtasidagi devorni yorib o'tishni xohlardi. Ammo u faqat orzu qilish bilan cheklanib qolmasdi. Unda kurashuvchanlik xarakteri yoshligidan shakllana boshlagandi. Biroq Rafinha yoshligida hech qachon super texnikasi bilan ajralib turmagan. Unda Neymar yoki Ronaldinho darajasidagi iste'dod yo'q edi. Biroq undagi mas'uliyat va mehnatsevarlik ikki kishiga ham yetgulik darajada edi. Men o'zimdan ancha yaxshi, texnika jihatdan kuchli bo'lgan yigitlarni ko'rganman. Ammo sportchi bo'lish faqat texnikadan iborat emas degan edi Rafinha. U futbolchilik yo'lini boshlaganda Gremio va Internacional kabi mashhur klublarning akademiyalarida o'z o'rnini topishga harakat qilgan. Ammo u yerda uning nozik gavdasi va texnikasi yetarli emasligi uchun rad etishgan. Taqdir bu yigitga oson yo'l tayyorlamagani uni yoshligidan ma'lum edi. Uning birinchi jamoasi 2007-yilda tashkil etilgan kichik Imbituba klubi edi. U katta sahnalarda o'ynamasdi, ammo yosh Rafaelning fidoyiligi Janubiy Braziliyaning eng kuchli klublaridan biri Avaí e'tiborini tortadi va u 18 yoshida bu klubning yoshlar jamoasida o'ynay boshlaydi. Dastlab hammasi yomon emasdi, lekin keyin u jarohat oladi. To'liq tiklana olmaydi va tarkibdagi o'rnini yo'qotadi. Hozirda zamonaviy futbolda hatto 16-17 yoshlilar top klublarda o'zini ko'rsata olayotgan bir davrda 18 yoshga to'lib ulgurgan Rafinha Braziliya o'rtamiyona klubining yoshlar jamoasidagi o'rnini yo'qotgandi. Unga yana qachon Yevropadan taklif bo'ladi? Go'yoki bu yigitning taqdiri oldindan yozilgandek va hech qachon u professional futbolchi bo'la olmaydigandek edi. O'shanda men ruhan adoyi tamom bo'lgandim. Ota-onamga qo'ng'iroq qilib, uyga qaytmoqchiligimni, futbol bilan hammasi tamom ekanligini aytgandim. Ular esa bu qarorni qabul qilishgandi deb eslaydi Rafinha. Ammo keyinroq onasi Rafinhaga agar u futbolni tashlaydigan bo'lsa, u qandaydir pul keltiradigan kasb topish kerakligini aytadi. U 7 yoshidan beri futbolchi bo'lishni orzu qilgandi. Shu sababli maktabni ham tugatmadi. Bu esa hech qanday yaxshi kelajakni va'da qilmasdi. Shuning uchun 18 yoshli yigit hayotidagi yagona yo'lni tanladi: kurashni davom ettirish. U mustaqil tarzda jiddiy mashg'ulotlarni boshladi va oxir-oqibat jamoa tarkibiga qayta kira oldi. Keyingi voqealar xuddi kino kabi davom etdi.
19 yoshida u San-Paulo yoshlar kubogi uchun tarkibga kiritildi. Turnirni tribunadan agentlik rahbari va mashhur sobiq futbolchi Deku kuzatib turgan edi. U aslida yosh iste'dodlarni izlab kelgan bo'lsa-da, Rafiniyada qandaydir o'zgacha jihatni ko'ra oldi. Ko'p o'tmay ular shartnoma tuzishdi va Deku unga narkotiklar, ichkilikbozlik va sartaroshlik kasbidan iborat hayotidan qochib chiqishga yordam berdi. 2016-yilda Rafinha Portugaliyaning Vitória Guimarães klubi bilan o'zining ilk professional shartnomasini imzoladi. Endi esa hammasi faqat uning o'ziga bog'liq edi. Ko'plab braziliyalik futbolchilar Yevropaga kelib bu yerda o'z o'rnini topishga urinadi. Biroq ularning faqat ozchiligigina bunga erisha oladi. Rafinha esa o'z oldidagi yagona imkoniyatga mahkam yopishdi va darhol Vitória asosiy tarkibida o'ynay boshladi. Dastlabki mavsumdayoq u 32 o'yinda maydonga tushdi va 4 ta gol urdi hamda jamoasining Yevropa Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritishiga hissa qo'shdi. Bu klub tarixidagi eng yaxshi mavsumlardan biri bo'ldi. Ammo keyingi mavsum portugaliyaliklar uchun omadsiz kechdi. Ular Yevrokuboklarda guruh bosqichida oxirgi o'rinni egallab, musobaqani tark etishdi. Ichki chempionatda esa 9-o'rinni egallashdi. Aynan shu qiyin sharoitda Rafinyaning xarakteri namoyon bo'ldi. U jamoa yetakchisiga aylandi va Vitória safida o'zining eng yaxshi mavsumini o'tkazdi. Braziliyalik futbolchi 18 ta gol urdi va jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ko'p o'tmay Sporting klubi uni sotib oldi. Portugaliyaning yirik klubi unga 6,5 million yevro to'lab, uni safga qo'shib oldi. Bu esa top klublar oldida o'zini ko'rsatish uchun katta imkoniyat edi. Ammo yana jarohat uni to'xtatdi va u o'z salohiyatini to'liq ochib bera olmadi. U Sporting safida 41 o'yin o'tkazdi, 9 ta gol urdi va 5 ta golli uzatma berdi xolos. Sportingda unga bo'lgan ishonch pasaya boshlagan edi. Shuning uchun Rafinha muhitni o'zgartirish zarur deb hisobladi. O'shanda Chelsea va Leicester skautlari uni diqqat bilan kuzatayotgani haqida mish-mishlar yurardi. Ammo yakunda bu klublar tomonidan hech qanday jiddiy harakat bo'lmadi. Yagona jiddiy qiziqish bildirgan klub bu Fransiyaning Rennes jamoasi bo'ldi. Ular Rafinha transferi uchun 21 million yevro to'lab, unga asosiy tarkibdagi o'rinni kafolatlashdi. Keyinchalik bu qaror uning butun karyerasi uchun eng to'g'ri tanlov bo'lib chiqdi. 2019-2020 mavsum Rennes uchun klub tarixidagi eng yaxshi davrlardan biri bo'ldi. Ular Fransiya chempionatida 3-o'rinni egallab, Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Rafinha bu yutuqning ajralmas qismi bo'ldi. U 36 o'yin o'tkazib, 8 ta gol urdi va 7 ta assistni qayd etdi. Ammo uning o'yinidagi eng muhim jihat bu natijalar emas, balki fidoyilik va mehnatsevarlik edi. Va bu fazilatlar uni butkul o'zgartirib yuboradigan odamning e'tiborini tortdi. Bu inson Marcelo Bielsa edi. U Rafinhani Premier Ligaga endigina chiqqan Leeds klubiga taklif qildi. Bielsa futbol olamidagi eng hurmatli murabbiylardan biri hisoblanishini yaxshi bilasiz. U agressiv, bosim ostidagi va tezkor futbolni afzal ko'radi. 2020-yil Leeds uchun APLga qaytish yili bo'ldi. Ular Championshipda 28 ta g'alaba bilan klub rekordini o'rnatib, elit liga yo'llanmasini qo'lga kiritishgandi. Rafinha esa bunday dinamik jamoaga qo'shilish uchun ideal nomzod edi. Bu transfer amalga oshmay qolishiga bir bahiya qoladi. Garchi Bielsa Rafinha bilan doimiy aloqada bo'lgan bo'lsa-da, Rennes va Leeds kelishuvga erisha olishmayotgandi. Faqat transfer oynasining oxirgi kuniga kelibgina o'tkazish ishlari nihoyasiga yetkazildi. 5-oktyabr kuniga kelibgina Rafinha Leeds futbolchisi sifatida tanishtirildi. O'sha mavsumda Leeds futbol olamini o'z o'yin uslubi bilan maftun etgandi. Garchi mavsum o'rtalarida inqirozli davrlar bo'lgan bo'lsa ham, Bielsaning jamoasi ancha yuqorida edi. Ular to'p nazorati bo'yicha faqat Manchester City, Liverpool va Chelsea dan ortda edilar xolos. Ammo Bielsaning o'yin uslubi Manchester City yoki Liverpoolnikidan ancha farq qilardi. U to'p nazoratini tezkor hujumga o'tish vositasi sifatida ishlatardi. Bu uslubda Rafinhaning bo'lishi juda katta ahamiyat kasb etardi. Chunki u oddiy winger emasdi. Maydondagi to'p joylashuviga qarab, u yarim qanotga siljishi yoki qanot bo'ylab yugurib, pas uzatishi mumkin edi. Bundan tashqari, u doimo pressingda ishtirok etishi va himoyaga yordam berishi shart edi. Bielsaning hujumdagi moslashuvchanligi va jamoaning dinamikasi Rafinha uchun mukammal muhit bo'ldi. U yarim qanotda, o'ngda ham, chapda ham, hattoki hujum ortida ham o'ynardi. O'zi uchun qulay joyni mustaqil ravishda tanlardi. 2020-2021-yilgi mavsumda Leeds raqiblariga juda katta bosim o'tkazdi va deyarli Manchester Cityning 2017-yildagi rekordini yangiladi. Leeds APLdagi eng intensiv jamoa edi. 38 o'yindan 37 tasida ular raqibdan ko'ra ko'proq masofa bosib o'tishdi. Bu Rafinha uchun eng ideal sharoit edi. Uning mehnatkashligi va fidoyiligi aynan shu jamoada porladi. U bu mavsumda 31 o'yinda maydonga tushdi. Garchi atiga 6 ta gol urib, 9 ta assist bergan bo'lsa-da, uning Leedsdagi hissasi nihoyatda katta edi. U pressingda,
kurashda faol bo'lib, 12 ta aniq golli vaziyat yaratdi va har o'yinda o'rtacha 2 tadan ortiq kalit pas berardi. Bielsa uni butunlay o'zgartirdi, maksimal darajada rivojlantirdi va biz bugun biladigan Rafinyaga aylantirdi. U mashg'ulotlarda meni yoniga chaqirib, qayerga harakat qilishim, qanday qarorlar qabul qilishim kerakligini tushuntirardi. Men unga juda ko'p narsalarda qarzdorman degan edi Rafinya. Ammo keyingi mavsumda Portugaliyaning Vitoriyasidagi holat takrorlandi. Ajoyib ilk mavsumdan so'ng Leeds 2021-2022 yilgi mavsumda inqirozga uchradi va elitada jon saqlab qolish uchun kurashdi. Aynan shunday vaziyatlarda Rafinyaning xarakteri yuzaga chiqdi. U jamoani og'ir holatdan olib chiqib, klubni Premier Ligada saqlab qolishga katta hissa qo'shdi. U jamoaning eng yaxshi to'purari bo'ldi va Brentfordga qarshi hal qiluvchi o'yinda muhim gol muallifiga aylandi. O'shanda internetda Rafinyaning butun maydonni tizzasida bosib o'tgan videosi tarqaldi. Bu uning Leeds muxlislariga bo'lgan minnatdorchiligi edi. Shundan so'ng 25 yoshli braziliyalik futbolchi uchun haqiqiy transfer poygasi boshlandi. Nihoyat u o'zini ko'rsata oldi. Tribunalar uning ismini kuylardi. U yuqori darajaga chiqish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo'ldi. Bu safar unga Chelsea, Arsenal va Tottenham klublari jiddiy qiziqish bildirishdi. Biroq aynan Dekuning vositachiligi orqali u Barselonaga o'tishga qaror qildi. Transfer summasi 50 million yevroni tashkil qildi. Bu moliyaviy inqiroz ichidagi klub uchun juda katta xarajat edi va albatta bu narsa Rafinyaning o'ziga ham katta bosim bo'lib tushdi. Barselona uni darhol ro'yxatdan o'tkaza olmadi. Chunki klub unga joy ochish uchun avval boshqa futbolchilar bilan xayrlashishi kerak edi. Ikkinchi muammo esa Sof Sportning o'ziga taalluqli edi. Ya'ni Rafinya asosiy tarkibda emasdi va u Dembele bilan raqobatlashishga majbur edi. Uning yangi jamoasidagi ilk rasmiy o'yini 2022-yil avgust o'rtalarida Rayo Vallecanoga qarshi o'yinda bo'ldi. Bir oydan kam vaqt o'tib esa u Sevilla darvozasiga o'zining birinchi golini urdi. Biroq umumiy olganda uning Barselonadagi birinchi mavsumi juda ham ziddiyatli bo'ldi. Rafinya rostini aytganda kutilganichalik porlay olmadi. Sababi Xavi uni o'zining eng kuchli jihatlarini namoyon qila olmaydigan pozitsiyalarda o'ynatar edi. Bundan tashqari bunday xarakterdagi futbolchilar uchun ishonch va tan olinishi juda muhim. Shunda ular maydonda jonini ham fido qilishga tayyor bo'lishadi. Ammo Barselonada u bunday munosabatni na murabbiydan, na jamoadoshlardan va na muxlislardan ola olmadi. Ispaniyada unga qarshi tanqidlar deyarli har tomondan yog'ilardi. Keyingi mavsum esa u mushaklardagi jarohat sababli uzoq vaqt maydonga tusha olmadi va jami 58 kunni o'tkazib yubordi. Ustiga-ustak jamoada Lamine Yamal paydo bo'ldi va u tezda jamoada asosiy tarkibdagi o'rnini mustahkamlashni boshladi. Bu Rafinha uchun yana bir sinovga aylandi va uning Barselonada qolish imkoniyati tobora pasayib borayotganini anglatardi. Bu holat unga uzoq o'tmishdagi Avaydagi davrni eslatdi. Lekin u yana o'zini qo'lga oldi, tiklandi va mavsumning muhim qismini ajoyib tarzda o'tkazdi. U jami 37 o'yinda 10 ta gol urdi va 13 ta assistni amalga oshirdi. Endi u biroz chuqurroqdan harakat qilardi. Xavi uni yarim himoyaga yaqinroq joylashtirdi. Bu esa unga maydonda ko'proq erkinlik berdi. Biroq hatto yaxshi o'yiniga qaramay, Xavi unga hali hanuz to'liq o'yin o'tkazishga imkon bermasdi. Xavi meni har safar 60 daqiqadan keyin almashtirishini bilardim. Men bu klubda hammasini qilishga harakat qildim, lekin bundan hech narsa chiqmasdi. O'yinim yaxshi bo'lsa ham baribir meni almashtirishardi degan edi Rafinha. Yana bir bor takrorlaymiz. U uchun ishonch juda muhim. Unga suyanish kerak. Lekin Barselonada, Xavi davrida u bunday munosabatni umuman his qilmadi. Bundan tashqari jamoaning o'zi moliyaviy va o'yin jihatdan inqirozda edi. Doimiy beqarorlik, tugamaydigan chalkashliklar. Tafsilotlarga chuqurlashmaymiz. O'zingiz ham bu davrni yaxshi eslaysiz. Xavi ketaman deydi, keyin qoladi, yana qaytadi, oxiri ishdan bo'shatiladi. Aynan shu paytda Rafinyaning Arsenalga o'tish imkoniyati bor edi. Bunga deyarli hamma narsa undayotgandi. Murabbiylar shtabi, futbolchining noroziligi, klubning moliyaviy holati va muxlislar ham. Barselona rahbariyati uni Arsenalga sotish variantini jiddiy ko'rib chiqayotgandi ham. Lekin yana hammasi o'zgardi. Klubga Hansi Flick keldi. Yozda Rafinha haqiqatdan ham klubni tark etmoqchi edi. U ruhan singan. Maydonga kim uchun chiqishini ham tushunmay qolgandi. Ammo Hansi unga qo'ng'iroq qilib, shaxsan suhbat uchun mashg'ulotga kelishini so'radi. Bu hal qiluvchi burilish bo'ldi. O'shanda Rafinha xotini bilan bo'lgan suhbatni shunday eslaydi. Agar bu yigit chin dildan gapirayotgan bo'lsa, men uni bir haftada o'zimga ishontira olaman degan edi Rafinha. Bu iqtibos yana bir bor isbotlaydiki, unga ishonch, unga bo'lgan e'tibor juda ham muhim. Shunda u o'zini maydonda to'liq bag'ishlaydi. Flickning murabbiylar shtabi uning kuchli tomonlarini a'lo darajada tushundi. Mehnatsevarligini ko'rdi va unga to'liq ishonch bildirdi.
Rafinha 2024-2025 mavsumda tarixdagi eng kuchli futbolchilarga xos darajada o'ynab, 57 uchrashuvda 60 ta golda ishtirok etdi. U joriy mavsum kataloniyaliklar safida maydonda eng ko'p daqiqaga ega bo'lgan futbolchiga ham aylandi va umumiy 4661 daqiqaga ega bo'ldi. U mavsum oxirida bu ko'rsatkichlar bo'yicha Yevropada eng yaxshi natija qayd etdi va hatto peshqadam bo'lib turgan Salahni ham ortda qoldira oldi. Bundan tashqari Rafinha butun Yevropada eng ko'p hujumiy vaziyat yaratgan futbolchi bo'ldi. Jami 116 ta. Chempionlar Ligasi doirasida u 14 ta uchrashuvda umumiy 13 ta gol urib, 9 ta assistni amalga oshira oldi va bu ko'rsatkich bo'yicha klub rekordchisi hisoblangan Lionel Messini ham ortda qoldirishga erishdi. Qiziq tomoni, u birorta golni penaltidan urmadi. Barselona bu mavsum Yevropaning eng ko'p gol urgan jamoasi va Rafinha bu mexanizmning eng muhim bo'laklaridan biriga aylandi. Bu muvaffaqiyatning siri esa nafaqat ishonchda, balki hujumdagi to'liq erkinlikda ham bo'ldi. Uning issiqlik xaritasi shuni ko'rsatadiki, u maydonning deyarli har joyida harakat qiladi. Bu uni yanada xavfli qiladi, chunki u hech qachon birga-bir epizodlarda eng kuchli bo'lmagan. Uni qanotga tiqib qo'yish esa butunlay xato. Chunki Rafinha o'z aqli, fidoyiligi va yuqori intensivligi evaziga doim qarshilik kamroq bo'lgan hududlarni topa oladi. Chunki hayot uni bunga yoshligidan tayyorlagan. 28 yoshida u zamonaviy tarixdagi eng kuchli Barselonaning haqiqiy sardoriga aylandi va ayni paytda oltin to'p sovrini uchun ham da'vogarlik qilmoqda. Rafinha bu darajaga kelguniga qadar ulkan yo'lni bosib o'tdi. U Braziliya Havaskorlar Ligasidan chiqa oldi. Yo'lidagi barcha sinovlardan o'tdi. Uning ajoyib oilasi bor. Muxlislar va murabbiylar esa uni qadrlashadi va bir qarashda bu hikoya allaqachon baxtli yakun topgandek. Lekin Rafinhaning o'zi bu bilan kifoyalanib qolmasa kerak. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun PM News kanaliga obuna bo'ling va do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Sizni oldinda bundanda qiziqarli videolar kutmoqda.